Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi do'stlar, hamyurtlar, hamkasblar, dehqon aka-ukalar. Mana xudo xolasa biyagomislarimizni sotuv jarayonlari boshlanib ketgan. Mana kimga biyagomis mahsuloti kerak bo'lsa, bemalol tortinmay aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kamida 50 tonna mahsulotimiz bor. Mana hozir bir dehqon akamizga 3 tonna biyagomisni yuklab chiqarib beryapmiz. Qovun ekish uchun ishlatadi ekan. Ko'rishlaringizga xuddi shu katta zil mashinasiga yuklab beryapmiz. Dehqon aka-ukalar, kimga mahsulot kerak bo'lsa, tortinmay aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana naves tagida, soyada, salqinda mahsulotlarimiz sotuvda mavjud. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xudo xolasa mahsulotimiz hali bor. Kamida 50 tonna mahsulot bor akalar. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Vafshi sifati a'lo bo'lgan biyagomislarimiz sotuvda mavjud. Telefon qo'llaverasizlar, xudo xolasa. Muammo yo'q. Mana yerda akamiz taqilyapti.